Aziz görürmenler. Tövende Dünya Uyghur Qurultayının 5 iyul Ürümçi qırğınçılığının 13 yıllıqını bütün dünya miqyasida keng ko'lamda xotirlash haqida chaqiriqnomasining to'liq tekstini diqqatingizga taqdim qilamiz. 5 iyul Ürümçi qırğınçılığının 13 yıllıqı yetib kelish oldida turmoqda. Sizlarga ma'lum bo'lgandek 2009 yil yuz bergan 5 iyul Ürümçi qırğınçılığı Sharq Turkistonning yaqinqi zaman tarixidagi eng zo'r qonli hodisalarning biridan iborat. Shu kuni boshlangan irqiy qirg'inchilikdan buyon o'z xalqining milliy va inson haq huquqlarini talab qilguvchi minglagan beguna Uyg'ur mustabid Xitoy hokimiyati va bu hokimiyat cho'moqchilari hisoblangan fashist Xitoy ko'chmanlar tarafidan vahshiylarcha o'ldirildi. Milyonlagan beguna Uyg'ur tutqun qilinib, qorong'u zindonlarga va jazo lagerlariga va majburiy emgak maydonlariga mahkum qilindi. Bo'libmi keyingi yillardan buyon mustabid Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarning milliy kimligini butunlay yo'qotish maqsadida elib berayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyat qilmishlari yuqori pallaga chiqdi. Butun Sharq Turkiston zemini haqiqiy bir ustuchiq nasistlarning jazo lageriga aylandi. Milyonlagan beguna qarindoshlarimiz Xitoyning zindonlarida va jazo lagerlarida jon talashmoqda. Zindonlardan va nasist lagerlaridan har kundagidek shahid xabarlar kelmekte. Qonga bo'yalgan Sharq Turkiston zaminda bugun xalqimizning ohuzori va dod faryotlari yurakni larziga salmoqda. Texi yaqindala oshkorlangan Xinjiang soqchi hujjatlari vatan ichidagi xalqimizning naqadar zo'r yo'qolish xavfiga duch kelayotganligini xalqaro jamoatchilik oldida yana bir qatim to'liq dalillab berdi. 5 iyul shahidlarini jumladan Sharq Turkiston xalqining erkinligi va hurligini qo'lga keltirish yo'lida qimmatli hayotlarini taqdim qilgan botur o'g'il qizlarimizni yod etish, ularga ehtirom bildirish va Xitoy hokimiyatining xalqimizga qarta rahimsizlarcha yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni dunyo jamoatchilik oldida fosh qilish bo'lsa, biz chet ellarda yashayotgan barliq Sharq Turkistonliklarning vijdoniy, insoniy va milliy burchimizdan iborat. Ürümçi qirg'inchiligining 13 yilligini butun dunyo miqyosida keng ko'lamda xotirlash va bu orqali kommunist Xitoy hokimiyatining Uyg'ur xalqi ustidan yurgizgan inson qalbidan chiqqan irqiy qirg'inchiligini, besim va zulm siyosatini, shundaqla milliy mavjudligi tarixdan buyon ko'rilib boqmagan darajada jiddiy yo'qolish tahdidiga duch kelayotgan xalqimizning yurak sadosini dunyo jamoatchiligiga texmi unumli va jonliq shaklda anglatish bo'lsa, qurultayimizning navbatdagi eng asosli vazifasi va kun tartibidan iborat. Ürümçi qirg'inchiligining 13 yilligini xotirlash faoliyatini butun dunyo miqyosida mustabid kommunist Xitoy hokimiyatiga qarshi zo'r ko'lamli norozilik harakatiga aylantirishimiz lozim. Shuning uchun Dunyo Uyg'ur Qurultiyi rahbarlik hay'ati 5 yil Ürümçi qirg'inchiligining 13 yilligini xotirlash haqida tövandikidek qarorlarni oldi. Birinchi, yaqinda oshkorlangan va xalqaroda intayin zo'r ta'sir qo'zg'agan Xinjiang soqchi hujjatlari bu qitimqi Ürümçi qirg'inchiligining 13 yilligini xotirlash faoliyatining asosli shuari va yetakchi ideyasi qilindi. Bu sababdan Xinjiang soqchi hujjatlaridan o'rin olgan ichinishli ko'rinishlar Dunyo Uyg'ur Qurultiyi tarafidan maxsus digitallashtirildi. Har qaysi ellarda elib beriladigan norozilik va xotirlash faoliyatlarida bu ko'rinishlarni bir tutash holda qo'llanish uchun qurultayimiz tashkilotlarimizni va siyosiy faoliyatchilarimizdan digitallashtirilgan bu o'lchamli ko'rinishlar bilan ta'minlaydi. Ikkinchi, Ürümçi qirg'inchiligining 13 yillik munosabati bilan Xinjiang soqchi hujjatlari asosida BDT kishilik huquq komitetiga, Yevropa ittifoqi va Yevropa parlamentiga va Amerika boshchiligidagi g'arb ellarining hukumat va parlamentlarga, shundaqla har qaysi xalqaro kishilik huquq tashkilotlariga Dunyo Uyg'ur Qurultiyi nomidan Xitoyning Uyg'urlarga qarta yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi, zulm va besim siyosati fosh qilingan mazmunda norozilik maktubi yo'llandi. Har qaysi ellarda faoliyat olib berayotgan tashkilotlarimiz va siyosiy faoliyatchilarimizning qurultayimiz tarafidan bu vaqtda hozirlangan bayonot va norozilik maktubini bir tutash holda qo'llanishini umid qilamiz. Uchinchi, har qaysi ellarda faoliyat olib berayotgan tashkilotlarimiz va siyosiy faoliyatchilarimizning qurultayimiz tarafidan bir tutash holda hozirlangan norozilik maktubi asosida Ürümçi qirg'inchiligining 13 yillik munosabati bilan o'zdir turishliq davlatlarning hukumat va parlamentlarga, shundaqla o'zdir turishliq davlatlarda faoliyat olib berayotgan har qaysi kishilik huquq tashkilotlari va ommaviy tashkilotlarga mustabid Xitoy hokimiyatining xalqimiz ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiliklari fosh qilingan norozilik maktubi yo'llashini iltimos qilamiz. 4. Ürümçi qirg'inchiligining 13 yillik munosabati bilan har qaysi tashkilot va jamoatlarimizning o'zdir turayotgan davlatlardagi turk islom tashkilotlarini, kishilik huquq tashkilotlarini va boshqa ommaviy guruhlarni safarbarlikka keltirib, ularning hamkorligi va qatnashida bir tutash holda Xitoy qarshi keng ko'lamli birlashib norozilik namoyish uyushtirishni talab qilamiz. 5. Ürümçi qirg'inchilik yuz bergan 5 iyul kundan 7 iyul kunigacha dunyoning har qaysi ellarida yashayotgan Uyg'urlar agar o'z turishliq davlatlarining qonuni yo'l qo'ysa, uyining balkonlariga va mashinalarga birdek holda Sharq Turkistonning oyul tuzliq ko'k bayrog'ini qadashga tirishishi va bu orqali o'zlarining Xitoyga bo'lgan noroziliklarini bildirishi lozim. 6. Bütün Sharq Turkiston tashkilotlari va siyosiy faoliyatchilarimiz 5 iyul kundan e'tiboran 3 kungacha o'zlari boshqarayotgan internet sahifalarini, ijtimoiy taratqularni qaraytishini va rangsiz shaklda davomlashtirishini talab qilamiz. 7.
Dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarımızdan Urumchi qirg'inchiligi yuz bergan 7-oyning 5-kunidan boshlab bir haftaga to'y to'kin o'tkazmaslik, o'ltirish va turli shakldagi ko'ngil etish faoliyatlarini elib bormaslik orqali o'zlarining 5-yo'l shahidlarga bo'lgan ta'ziyasi va hurmatini izhor qilishni iltimos qilamiz. 8. Dünya Uyghur Qurultayı Dini İşler Komitesining bir tutash tashkillashi ostida 5-iyul kuni dunyoning har qaysi ellarida bir tutash holda 5-iyul shahidlarini yod etish, ularning ro'yi uchun nazar chiroq va duo takbir faoliyatlarini uyushtirish lozim. Bo'libmi namoyish qilish imkoniyati bo'lmagan davlatlarga tashkilotlarimiz va siyosiy faoliyatchilarimiz bu faoliyatga alohida ahamiyat berishi. Hozirdan e'tiboran buning tayyorlik xizmatlarini jiddiy boshlash lozim. 9. Dünya Uyghur Qurultayı markaziy organi va Dünya Uyghur Qurultayı tarkibidagi tashkilotlar o'zlari bilan yaqin munosabat bo'lgan chet ellik jurnalist va muxbirlarni safarbarlikka keltirib, 5-yil Urumchi qirg'inchiligining 13-yilligi munosabati bilan asosli chet el matbuotlarining maxsus xabar maqolalar va obzorlarning e'lon qilinishini qo'lga keltirish. Hozirdan boshlab ularni turli material manbalari bilan ta'minlashga kafolatlik qilish lozim. Aziz qarindoshlar, Vatan ichidagi xalqimiz shuncha zo'r besim, tahdid va qirg'inchiliklarga pisand qilmay, butun millatimizning erkinligi va hurlik uchun aziz jonlarini qurbon qilyotdi. Dahshatli qorong'u zindonlarga va natsist lagerlarga mahkum bo'lyotdi. Shunga biz erkin davlat yashayotgan barliq Uyg'urlar vatan ichidagi xalqimiz bilan bir tam bir gavda bo'lib, ularning qayg'usiga o'rtoq bo'lishimiz lozim. Milliy g'ururingizni, vijdoningizni, vatanparvarligingizni va iymoningizni sinaydigan payt keldi. Shehidlarimizning haq hurmati uchun hech qanday bahona sabab ko'rsatmay, Dünya Uyghur Qurultayıning tashkilishida dunyo miqyosida ilib beriladigan 5-yil Urumchi qirg'inchiligining 13-yilligini xotirlash faoliyatlariga aktivlik bilan qatnashishga g'ayrat qiling. Hurmat va ehtirom bilan Dünya Uyghur Qurultayı 2022-yili 6-oyning 20-kuni.